Qayerdan kelyapsiz? Surxondaryodanmi? Oyoqda uyushish bormi? Bor. Sal bosilib turadi. Bu endi bunaqa og'riq bilan o'tira olmaydi-ku pastda endi. O'z og'zingizlaringiz aytib turibsizlar, eng kuchlisini qildik deb. Keyin o'tkazing. Assalomu alaykum, men ismim Bekzod. Kecha juda og'ir ahvolda kelgandim. Og'ir ahvol qanaqada yurolmagandim. Boshqa joydan 5 kun, 6 kun lichni ukol oldim, ta'siri bo'lmadi. Allohga shukr. Shohruh Baxtiyorchi ular kamandari tekshiruvlar natijasida jarrohlik amaliyotini 20 tizimli atrofida o'tkazishdi. Mana ertasi kun bugundan xudo xolasa tik oyoqda qaddim ustida yuribman. Sizlarga kattakon rahmat. Menga o'xshab mana ozor chekib qiynalayotganlarga maslahat beraman. Mana shu joyga kelib shifo topishlari. Ukol dori bilan baribir bu narsa yaxshi qilib bo'lmadi. Foydasi ham bo'lmadi, nabot bilan og'irlashtirib qo'ydi shu. Tavsiya beraman qolganlarga. Rahmat sizlarga kamdan Shohruh Baxtiyorchiga rahmat.